Assalomu alaykum barchaga, hurmatli kanalimiz obunachilari. Sizlar bilan plastikaga doir ma'riftonga tarif tematicasidagi masalalar yechimini ko'rishni boshlaymiz. Xo'p, bizda birinchi savol. Mis sulfat eritmasiga 61,26 gram temir plastinka botirib qo'yildi. Plastinka eritmadan olinib, yuvilganda va quritilgandan keyin uning massasi 62,8 gram bo'lgan. Plastinkaga necha gram mis o'tib qolganini aniqlang deyilibdi. Xo'p, demak birinchi o'rinda reaksiya o'zi bo'lishimiz kerak ekan. Mana bu mis sulfat eritmasiga temir plastinka tushirilibdi. Bu yerda mana temir sulfat hosil bo'ladi. O'rin olish reaksiyasi ketadi. Hamda mana mis ajralib chiqadi. Xo'p, e'tibor qarasangiz, biz agar 56 gram plastinka tushirilganda 64 gram mis olinardi va plastinka massasi bu yerda 56 dan 64 ga o'tganda 8 gramga ortar edi. To'g'rimi? Xo'p, bizda mana bu temir plastinka 61,26 gram tushirilib 62,8 gramga o'zgarib qolyapti. Ya'ni 61,26 dan 62,8 ga o'tganda qanchaga o'zgaradi deyishimiz kerak. Bundan endi farqini topamiz. 62,8 dan ayirib olamiz 61,26 ni. Ayirib yuborsak 1,54. Demak, plastinka massasi 1,54 gramga nima bo'lgan? Ortgan. Endi plastinka massasi 8 gramga ortganda 64 gram mis plastinkaga o'tirgan, ya'ni plastinka bilan plastikani olganimizda shu bilan qo'shilib chiqib ketgan. Endi 1,54 gramga ortganda qancha deyishimiz kerak? Buni hisoblaydigan bo'lsak, bu yerda 12,32 gram kelib chiqadi. Shunda masalan javob yechiladi. To'g'ri javob D variant bo'lar ekan. Xo'p, keyingi savol. Mis sulfat eritmasiga 10 gram plastinka tushirildi. Bunda plastinka massasi 11 gramga teng bo'ldi. Demak, qarang, plastinka tushirilyapti bizda. Mana tushirilyapti 10 gram. Plastinka tushirildi 10 gram, hamda plastinka olindi deylik mana. Plastinka olingandan keyin u 11 gram bo'lib qoldi. Natijada plastinka massasi 1 gramga ortdi. Demak, reaksiya xuddi shu. Mana shu reaksiya. Necha gram temir eritmaga o'tganini aniqlaymiz. Demak, bizda 8 gramga ortganda mana temir bu yerda mana 56 gram o'tyapti-da eritmaga. Bizda ortish 1 gramga ortyapti-da eritma massasi, plastinka massasi. Bunda qancha deymiz? 56 dan 8 ga bo'lib qo'yamiz. 7 gram temir o'tgan degan javobni olamiz. D variant to'g'ri bo'ladi. Xo'p, keyingi savol. Keyingi savolda ham xuddi shunga o'xshash necha gram temir ortgan? 40 dan 43 ni ayiramiz. 43 dan 40 ni ayiramiz. Ayirsak bu yerda 3 gramga ortgani kelib chiqadi. Bizda 8 gramga ortganda, ya'ni 8 gramga ortganda 56 gram temir ortgan, 3 gramga ortganda qancha desak, bu yerda 3 ni ko'paytiramiz 56 ga, bo'lamiz 8 ga. Shunda javob kelib chiqadi 21 degan javob kelib chiqadi. 21 gram. To'g'ri javob C variant ekan. Xo'p, endi biz 4-savolga qaraymiz. 4-savolda nima deyilyapti? 4-savol aytilyaptiki, kumush nitrat eritmasiga 80 gram mis plastinka tushirildi. 80 gram mis plastinka tushirilgandan keyin xo'p 336 ml vodorod ajralib chiqdi. 336 litr vodorod ajralib chiqdi. Keyin plastinka massasi 1,68% ga kamaygan bo'lsa, qaysi metalldan yasalgan ekan? Demak, plastinka. Xo'p, endi bizda 50 gram plastinka bor edi. Shu 50 gram plastinkamiz 100% holatda turgan bo'lsa, mana shu holat 100% bo'lsa, shu 1,6% ga 68% ga kamaydi. Demak, 1,68%. Bundan buni qanchaligini topamiz? Xo'p, demak 0,84 gram kelib chiqar ekan. 0,84 gramga kamaydigan 0,84 gramni mana bu xlorexid bilan reaksiyaga kirishdi desak bo'laveradi. Demak, reaksiyani o'zib olamiz. Mana metal plus vodorod xlorid. Bunda hosil bo'ladi metal xlordan enta deylik, valentliga bilmaymiz, lekin vodorod ajralgan bu yerda. Xo'p, mana buning massasi 0,84 gram ekan. Ajralgan vodorod bizda 336 ml. Vodorodning ekvivalent hajmini topish uchun 2 gram vodorodimiz 22,4 litrni tashkil etsa, bizda 1 gram ekvivalenti bu qancha desak? 11,2 litr. Endi 11,2 litr millilitrga aylantirsak, bu yerda 11200 millilitr kelib chiqadi. Bunda endi buni qancha deymiz? Qancha deb x qilib topadigan bo'lsak, bu 28 gram kelib chiqadi. Bu mana bu metalning ekvivalenti. 1 ga ko'paytirsak, 1 valentli 28 bo'lgan metal yo'q. Keling 2 ga ko'paytiramiz. Bu
Bu yerda mana 56 gram kelib chiqadi. 56 gram kelsa bu qaysi metal? Shunda 56 bo'lgani bizda temir bo'lar ekan. To'g'ri javob B. Xo'p, endi 4-savolni ishlaymiz deb mana 5 ishlab qo'yibmiz. Endi 4 ham ishlab qo'yamiz. 80 gram mis plastinka tushirildi va kumush batamom siqib ajratilgandan keyin plastinka massasi 3.8% ga ortdi. Eritmadan qancha kumush ajratib olingan ekan? Xo'p, e'tibor qarating. 4-savolga. Bizda 80 gram kumush bor ekan, mis plastinka bor ekan. Shu 3.8% ga ortibdi. Demak, 80 ni 0.038 ga ko'paytirib olsak, ortgani kelib chiqadi. Xo'p, bu yerda kelib chiqar ekan. Xo'sh. Ko'paytiramiz. 80 ko'paygan 0.038. 3.04 gramga ortibdi plastinka massasi. 3.04 gram. Endi reaksiyani yozamiz. Kumush nitrat plus mis. Bu yerda hosil bo'ladi mis 2 nitrat hamda plus 2 ta kumush ajraladi. Demak, mana bu yerga 2 eksen qo'yamiz degan. Xo'p, bu yerda bu 64 gramdan o'tyapti 216 gramga. Bu yerdagi ortish qancha deydigan bo'lsak, ortishi 152 gram. Mana bu yerdagi farqi. 152 gramga massa ortdi. Shu 152 gramga ortganda bizda 340 gram kumush nitrat nima bo'ldi? 340 gram kumush nitrat eritmaga o'tdi desak, bizda 3.04 gramga ortganda qancha deyishimiz kerak. 3.04 gramga ortganda buni qancha deb topamiz. Demak, 3.04 ni ko'paytiramiz 340 ga bo'lishimiz kerak 152 ga. Shunda bu 6.8 gram kelib chiqadi. Endi buni kalkulyator ishlasa ham bo'ladi. Mana bu 3.04 ga mana virgulni e'tibor qilsangiz, 152 dan 304 ga o'tganda 2 marta ortdi. 2 marta. Endi 340 dan 2 marta ortsa 680 degan. Demak, 3.04 da, demak mana bu tarafdan 2 ta virgul sursak, 680 dan ham 2 ta virgul sursak, bu 6.8 bo'lib qoladi o'z-o'zidan. Shunda to'g'ri javob bizda C variant bo'ladi. Xo'sh, 12-masala. Misdan yasalgan sterjin kumush nitrat eritmasiga tutib turilganda 38.4 gram massasi 15.2 gramga ortgan. Sterjinni 95% sulfat oksidli eritmasida eritish uchun necha gram nima bo'lar ekan? Sarflanar ekan debdi. Qarang. Bizda mana shu yerda jarayonni ko'z oldimizga keltirsak, eritma turibdi, kumush nitrat. Shu kumush nitratga bizda tushirilibdi mis plastinka. Misdan yasalgan sterjin deylik. Mana bu yerga mana mis plastinka deylik. Bundan tushirilgan bizda qanchadir ekan? Demak, 34.8 gram ekan. Buni massasi 38.4 gram ekan deylik. 38.4 gram ekan. Endi reaksiya ketgandan keyin bu yerda mana mis 2 nitrat hosil bo'ladi-da. Mis 2 nitrat hosil bo'lib, bu yerga mana shu eritmaga mana bu plastinkaning ma'lum bir qismiga kumush ham o'tadi degan. Kumush ma'lum bir qismida nima turibdi? Mis turibdi, ma'lum bir qismida kumush turibdi. Demak, mana bu sterjin deydigan bo'lsak, mana bu qismida mana kumush bor va yana ma'lum bir qismida mis bor. Demak, mana shu ikkalasini sulfat kislotada eritish uchun buni 95% sulfat kislota eritmasa necha gram kerak deyilyapti. Mohiyati shu. Xo'p, demak buni ishlashni boshladik. Reaksiya yozamiz birinchi o'rinda. Xo'p. Demak, misga kumush nitrat ta'sir ettiramiz. Mis plus kumush nitrat. Bu yerda hosil bo'ladi mis 2 nitrat hamda kumush ajraladi. 2 ta kumush mana ajraladi. Demak, buni oldiga 2 koeffitsient qo'yamiz. Xo'p, e'tibor qaratamiz. Bu yerda 64 gram mis tushirildi va 216 gram kumush ajratib olindi. To'g'rimi? Ajratib olingani bu yerda massa qanchaga o'zgardi desak, 152 gramga ortgan. Bizda aytayaptiki, mana bu yerda 15.2 gramga ortdi deyilyapti. Demak, 15.2 gramga ortgan bo'lsa, bu yerda qancha kumush hosil bo'lgan? 21.6 gram. Xo'p, qancha mis sarflangan? 6.4 gram. To'g'rimi? Endi e'tibor qaratsak, bizda jami mis massasi 38.4 gram. Jamimiz 38.4 gram edi. Shundan 6.4 gram sarflandi. Qanchasi qoldi? Mana bu yerda qolganini aytilyapti-da mana.
Qanchasi qoldi? Ayirib tashlaydigan bo'lsak 32 gram. Ortib qolganmiz. Bu yerdagi mana bu misning massasi 32 gram ekan. Mana bu yerdagi kumushning massasi esa 21,6 gram ekan. Demak, mana shular reaksiyaga kirishgan. Nima bilan? Sulfat kislota bilan. Demak, kumush sulfat kislota bilan reaksiyaga kirishtiramiz. Bu yerda kumush sulfat hosil bo'ladi hamda SO2 suv. Xo'p, endi misni reaksiyaga kirishtiramiz. Mis plus sulfat kislota bilan. Demak, mis sulfat SO2 suv hosil bo'ladi. Xo'p, bu yerga 2 koeffitsient qo'yamiz tenglash uchun. Mana bu yerga 2 koeffitsient, bu yerga xo'p 2 qo'ysak, mana suvni oldiga 2 koeffitsient qo'ysak, reaksiya teng. Xo'p, e'tibor qaratamiz endi. Bizda mana bu kumushning massasi 216 gram. 216 gramni eritish uchun mana bu yerda 196 gram kislota kerak. Bizda 21,6 gramni eritish uchun qancha kerak deydigan bo'lsak, 19,6 gram kerak bo'ladi. Misning massasi 64 gram. 64 gram uchun kerak bo'lyapti 196 gram sulfat kislota. Bizda bu mis 32 gram edi. Mana bu yerda mana bu stejinda qolgani. Bunda qancha deydigan bo'lsak, bu 98 gram bo'ladi. Endi shu 98 gram va mana bularni o'zaro qo'shamiz biz. Jami sulfat kislotani topamiz shunda. Qo'shib yuborsak 117,6 gram chiqadi. Shu 117,6 gram bu 100% eritmaning ichidagi 95% sulfat kislota. Bizda eritma massasi so'ralgan 100% da qancha deyiladi? Buni topadigan bo'lsak, x deb 117,6 ni 100 ga ko'paytirib 95 ga bo'lamiz. 124 gram kelib chiqadi. Demak, bizda sulfat kislota eritmasi 124 gram olingan ekan, ya'ni C variant to'g'ri bo'ladi shunda. Xo'p, 15-savol. 15-savol aytilyaptiki, 250 gram mis sulfat eritmasiga 16,8 gram temir plastinka tushirildi. Mis batamom ajralib chiqqandan so'ng plastinka metallarning to'liq ajralib chiqishi uchun 160 ml 31,5% nitrat kislota sarflandi. Boshlang'ich aralashmadagi tuzning konsentratsiyasini toping deyilibdi. Xo'p, demak boshladik biz. Xo'sh, reaksiya yozib olamiz. Mis sulfatga temir plastinka tushirilibdi. Tushirilgani bizda hosil bo'ladi temir 2 sulfat hamda mis ajraladi. Xo'p, bizda 160 gram mis sulfat eritmasi 250 gram ekan. 250 gram bor ekan. Shuni 160 grami reaksiyaga kirishadigan bo'lsa, 56 gram temir bilan reaksiyaga kirishadi. Bizda 16,8 gram bilan reaksiyaga kirishganda bu qancha bo'ladi deyishimiz mumkin. Bunda qancha deydigan bo'lsak, 160 ni 16,8 ga ko'paytirib bo'lamiz 56 yoki 160 ni ko'paytirib olishimiz mumkin. Biz 0,3 ga 48 gram. Demak, 48 gram eritmada mana shu nima bo'lgan? Mis sulfat. To'g'rimi? Xo'p, endi va qancha nima hosil bo'lgan? Mis hosil bo'lgan. 64 gram. Bunda qancha deydigan bo'lsak, 19,2 gram. Xo'p, endi bizda boshlang'ich aralashmadagi tuzning konsentratsiyasini toping debdi. Demak, bizda 250 gram, mana shu yerda masalan javob chiqar ekan, 250 gram eritma bor edi. 250 gram eritma bor edi. Shunga qo'shildi 16,8 gram plastinka. 16,8 gram qo'shildi. Hosil bo'ldi 266,8 gram nima hosil bo'ldi? Eritma hosil bo'ldi. Shuncha eritma bor. Dastlab mana boshlang'ich eritma shuncha. Demak, 200 ga qo'shilgan mana bu 16,8 gram. Dastlabki eritma shuncha bo'lgan. Buni 100% deydigan bo'lsak, shu 100% ning tarkibida bizdan bor ekan 48 gram mis 2 sulfat bor. Demak, 48 da buni qancha desak, masalan javob yechiladi. Shunda bu 48 ni ko'paytirishimiz kerak, 100 ga bo'lishimiz kerak. 266,8 ga bo'lsak, bu yerda 18% kelib chiqar ekan. Bu dastlabki eritmaning konsentratsiyasi. Shunda to'g'ri javob B variant bo'ladi.
Xo'sh, 28-savol. 28-savolda aytibdiki, massalari bir xil bo'lgan va birikmalarda ikki valentli bo'ladigan bitta metalldan tayyorlangan ikkita plastinka bor ekan. Xo'p, biri konsentratsiyasi o'zaro teng bo'lgan mis 2 tuzi eritmasiga, ikkinchisi kumush tuzi eritmasiga tushirildi. Birozdan so'ng plastinkalar eritmadan chiqarib quritildi. Bunda birinchi plastinka massasi 0,8% ga, ikkinchisi esa 16% ga ortdi. Plastinka qanday metalldan tayyorlangan deyilibdi. Xo'p, endi qarang, mis 2 tuzi deyilibdi. Keling biz shuni mis sulfat deb olaylik. Xo'p, mis sulfat. Keyingisi esa kumush tuzi deydigan bo'lsa, kumush nitrat deb olaylik. Ko'proq mana shu tuzlardan foydalanadi. Xo'p, endi bunga tushirilibdi metal. Metalimiz bizda 2 valentli ekan. 2 valentli ekan. Bu yerda hosil bo'ladi metal sulfat hamda ajralib chiqadi mis. Xo'p, endi bu yerda hosil bo'ladi metal 2 nitrat plus kumush. Demak, bu yerga 2 koeffitsient, mana bu yerga 2 koeffitsient qo'ysak, reaksiya teng bo'ladi. E'tibor qaratsangiz, bizda mana shu nimalarning massasi, ya'ni plastinka massasi birinchisi 0,8% ga ortgan, buni x deydigan bo'lsak, bu ham x bo'ladi degani. Xo'p, bu 64, bu esa 216x. Demak, ortgan debdi. Demak, ortganni topish uchun biz 64 dan mana bu x ni ayiradigan bo'lsak, mana shu ortibdi bizda necha foizga? 0,8% ga ortibdi. To'g'rimi? Teng. Keyingisi esa 16% ga ortdi. Demak, 216 dan ayirib olishim kerak x ni, shu 16% ga ortgan ekan. Yoki buni boshqacharoq proporsiya qilsangiz ham bo'ladi. 64 minus x bu 0,8%, 216 minus x mana bundan. Bu degani qarab turibdiki, mana bu x imiz bizda mana bulardan kichkinada. Mana bu ikkala metalldan ham kichkina. Shuning uchun mana bu yerda ortgan. Demak, biz eritmani ortishini o'rgangandik, qaysi holatda ortadi, qaysi holatda kamaydi. Xo'p, endi ishlashni boshladik. Ko'paytiramiz proporsiya qilib. 0,8 ni ko'paytiramiz 216 ga. Bu yerda 172,8 kelib chiqadi minus 0,8x teng 16 ni 64 ga ko'paytiramiz 1024 minus 16x. Xo'p, endi mana bu tarafga o'tib ketsa ayrilib ketadi. Bu ayrilib ketgandan keyin mana bu x lar o'zaro bu tarafga o'tib ketsa ayrilar ekan. Demak, 1024 dan ayrimiz 172,8 ni ayirsak 851,2 teng. Endi x larni ayirib olamiz. 16x dan 0,8x ni ayirsak 15,2x ekan. Xo'p, x ni qiymatini topadigan bo'lsak, bu yerda 56 kelib chiqar ekan. 56 bo'lgan metal bizda temir bo'ladi. Masalan, javob yechildi. To'g'ri javob shunda C variant ekan. Assalomu alaykum barchaga. Demak, plastinkaga doir savollarni ko'rishni boshlaymiz. 22-savol. Savolda aytilyaptiki, 240 gram, 240,8 gram, 1,25 molyarli mis sulfat eritmasi noma'lum massada temir plastinka tushirilgandan keyin plastinkaning 40% eritmaga o'tib, eritmadagi mis sulfatning 10% ga teng bo'lib qoldi. Hosil bo'lgan plastinka massasini aniqlang deyilibdi. Xo'p, endi ishlashni boshladik. Xo'sh, birinchi o'rinda nima qilishimiz kerak? Birinchi o'rinda biz mana shu berilgan ma'lumotdan foydalanib, ya'ni massadan foydalanib hajmni topib olishimiz kerak. Demak, hajm bizda topish uchun massamiz 240,8 gram. Shuni bo'lib yuborishimiz kerak. Zichligimiz 1,204 ga. 204 ga bo'ladigan bo'lsak, bu yerda hajm kelib chiqadi 200 ml. Endi 200 ml hajmni litrga aylantirsak, bu 0,2 litr degan. Xo'p, bizda molyari bor ekan, molni topib olamiz. Sen molyarni ko'paytirib olsak, hajmga mol kelib chiqadi 0,2 ga. Demak, 0,2 ga ko'paytirsak bizda 0,25 mol mis sulfat bo'lgan ekan dastlab. Shuni massasini topish uchun 160 gram ko'paytiraman. Ko'paytirsam,
Xo'sh. 40 gram mis sulfat bo'lgan. Endi reaksiyani yozib olishimiz kerak. Mis sulfatga tushirilyapti temir plastinka. Buni qancha mol tushirilganini bilmaymiz yoki qancha massa tushirilganini bilmaymiz. Bu yerda temir 2 sulfat hosil bo'ladi hamda mis ajralib chiqadi. Xo'p, e'tibor qarasangiz bu yerda mana buni massasi, endi buni x moldan deb oladigan bo'lsak, mana bular 160, bu 160 x sarflangan. Bundan 56 x hosil bo'lgan. Plastinka tushirilgan. Uzr. Va 152 x eritma hosil bo'lgan. 64 x plastinka chiqib ketgan. Demak, plastinka massasi 56 x dan 64 x ga o'tganda, o'zgarganda qanchaga o'zgardi? Demak, plus 8 x ga plastinka massasi ortdi, lekin eritma massasi 8 gram kamaydi. Xo'p, endi bizda 40 gram sulfat bor edi. Shu 40 gram sulfatning 160 x sarflanib ketdi va shu 10% li eritmani hosil qildi. To'g'rimi? Xo'p, bizda 240.8 gram eritma bor edi. Undan 8x ga plastinka massasi ortishini hisobiga eritma massasi 8x kamaydi. Bu 100% li eritmani hosil qildi degan bo'ladi. Demak, buni ishlash uchun proporsiyani amalga oshiramiz. Proporsiyada demak bu qismni buni ko'paytirishimiz kerak. Demak, boshladik. 240.8x minus 10x ni ko'paytiramiz 10 ga. 10 ga ko'paytirib yuborsak bizda xo'sh. Keling shuni qisqartirish uchun mana bundan bitta virgul 0 o'chiraylik. 1 ga 10 bo'ladi. Shunda buni osonroq hisoblaymiz. 240.8 minus 8x teng bo'ladi. 10 ni ko'paytiramiz 40 ga 400 minus 1600x. Xo'p, endi mana bu 8x bu tarafga o'tib ketadigan bo'lsa, ayrilib ketar ekan 1592x teng 240.8 dan 400 dan 240.8 dan ayirib yuboramiz. Ayirib yuborsak 159.2 kelib chiqar ekan. Demak, x ni qiymatini topish uchun mana bu ma'lum son 159.2 ni bo'lib yuborishim kerak. Umumiy mana bu x ni oldagi songa 1592 ga. Buni topadigan bo'lsam bu 0.1 mol kelib chiqar ekan. Demak, bizda mana bu mis sulfatning 0.1 mol, ya'ni 16 grammi nima bo'lgan? Reaksiyaga kirishib ketgan. Va temir sulfatdan ham qancha hosil bo'lgan? Temir sulfatdan xo'sh 152x bo'lsa 0.1 dan hosil bo'lgan. Xo'p, endi aytilyaptiki temir plastinkaning 40% eritmaga o'tdi deb. Demak, temir plastinkani biz 56x deb olgan edik. Mana bu yerda. Shuni massasini topamiz. 56 ni 0.1 ga ko'paytirsak 5.6 bo'ladi. Shuning jami 40% o'tib ketibdi. 40%. Biz 100% da qancha deydigan bo'lsak, plastinkaning massasini topgan bo'lamiz. Qancha deymiz? Bu yerda plastinkaning massasi 14 gram bo'lgan dastlab. 14 gram bo'lgan, to'g'rimi? Plastinka massasi 14 gram bo'lgan. Shu 14 gram bo'lgandan keyin e'tibor qarating, bizda mana 14 gram plastinkadan 5.6 gram plastinka mana sarflanib ketdi temir bo'lib. 64x bo'lsa buni 0 ga ko'paytirsak 6.4 bo'ladi. Ya'ni 6.4 gram plastinka olindi. Qanchaga o'zgardi? Plastinka massasi mana 8x ga o'zgargandan keyin bu 14.8 gram bo'lib qolgan bo'ladi. Ya'ni 8x ga ortgan bo'lsa, buni 8 da 0 ga ko'paytirsam 0.8 ga ortganmi? To'g'ridan-to'g'ri mana 14 ga 0.8 ga qo'shsam 14.8 kelib chiqadi. Demak, bizda masalaning javobi yechildi. Ya'ni hosil bo'lgan eritmadagi plastinka, ya'ni hosil bo'lgan plastinka massasi 14.8, dastlabki plastinka massasi 14 gram bo'lgan ekan va 16 gram sulfat sarflangan degan javob turibdi. Mana bizda to'g'ri javob shunda 14.8 A variant to'g'ri bo'ladi. Endi qolganlarini so'rab qolsa o'zgarishi mumkin. Mana misol uchun keyingi savolda dastlabki plastinka so'ralyapti. Dastlabki plastinka massasi bizda 14 gram chiqdi. Endi dastlabki eritmaning zichligi so'ralyapti. Endi hajmini topib turib foydalansangiz bo'ladi. To'g'ridan-to'g'ri javoblar kelib chiqaveradi. Bularni o'zingiz namunaviy holatda ishlab qo'yasiz degan umiddaman. Xo'p, 29-savol 185.2 gram zichligi shuncha bo'lgan 2 molyarli kumush nitrat eritmasiga ma'lum miqdorda temir plastinka tushirilganda plastinkaning 14% eritmaga o'tdi. Eritmada kumush nitratning 20% ga teng bo'lib qoldi.
plastinka necha foizga ortganligini aniqlang deb qo'yilibdi. Xo'p, buni ishlaymiz. E'tibor qaratamiz. Bizda 185,2 gram bor ekan, hajm topamiz. Ya'ni 185,2 gramni bo'lib yuborishimiz kerak. 0,926 ga bo'lib yuborsak bizda 200 ml kelib chiqar ekan. 200 ml bizda 0,2 litr degani, shu 0,2 litrni biz molyarga ko'paytirib yuborsak 2 molyarga mol kelib chiqadi degan. Demak bu 0,4 mol bo'lgan ekan. Demak, dastlab 0,4 mol kumush nitrat bo'lgan. Shuni massasini hisoblab qo'yamiz. 170 gram ko'paytirib bu yerga kelib chiqadi 68 gram. Endi reaksiya tenglamasini yozib olamiz. Reaksiya tenglamasi quyidagicha. Kumush nitratga ta'sir ettirilgan bizda hop temir plastinka. Bu yerda hosil bo'ladi temir 2 nitrat hamda kumush ajralib chiqadi. Xo'p, reaksiya tenglamani tenglab qo'yamiz. Shunda kumush nitratni oldiga 2 koeffitsient, kumushni oldiga ham 2 koeffitsient qo'ysak reaksiya teng. Xo'sh, endi bularni qanchaligini bilmayman. Misol uchun kumush 340x grammi sarflandi, temir 56x tushirildi, hamda eritma hosil bo'ldi va kumush 216x nima bo'ldi? Eritmadan plastinkadan birgalikda chiqib ketdi. E'tibor qarasangiz 56x dan bizda o'zgaryapti 216x ga. Bunda qanchaga o'zgardi deydigan bo'lsak, ayirib tashlaymiz. Bu yerda xo'p 160x ga plastinka massasi ortdi, eritma massasi shunchaki kamaydi. Endi bizda dastlab 68 gram kumush nitrat bordi, shundan 340x sarflandida va u shu qolgani 10% eritma hisoblandi. To'g'rimi? Bizda umumiy eritma bor edi 185,2 gram. Shundan kamayish bizda 160x ga kamayapti. Ya'ni plastinka 160 gramni o'zi bilan olib chiqib ketyapti desak, shunda bu 100% eritma deb bo'ladi degan. Demak, proporsiya yordamida o'zaro ishlaymiz. Bittadan 0 ni o'chirsak 1 ga 10 bo'lib qoladi. Shunda mana bu qism 185,2 minus 160x teng bo'ladi 680 minus 340 ga 10 ko'paytirsak 3400 x bo'ladi. To'g'rimi? Xo'p, endi ayirib yuboramiz. 680 dan 185 butun. Xo'p. Hozir hisoblasak 3400 dan uzr, mana bu yerda 10% emas, 20% ekan. 10% deb olib qo'yibman, mana bu yerda 20%. Shunda mana bu qismni ham hozir o'chirib turayin. Xo'p, bizda bu 20% ekan. Demak, buni qisqartiradigan bo'lsa, ikkalasini bu 1 ga 5 bilan qisqaradi. Demak, 1 tarafga o'tsa bu shu holatda, ya'ni 185,2 minus 160x bo'ladi. Xo'p, 68 ni 5 ga ko'paytirsak, xo'sh, 340 minus 340 ni 5 ga ko'paytirsak 1700x bo'ladi. 1700x. Xo'p, endi x ni qiymatini aniqlaymiz. X ni qiymatini aniqlaydigan bo'lsak, bizda 0,1 kelib chiqar ekan. 0,1 mol. Demak, mana bu yerda kumush nitrat bizda 0,1 mol nima qilingan, sarflanib ketgan. Xo'p, e'tibor qarating. Bizda 56x bor edi temir. Shu 56x ni 56 ni ko'paytirib yuborsak 0,1 ga 5,6 gram bo'lgan. Shu 5,6 gramni 14% eritmaga o'tgan. Bu 14% o'tgan bo'lsa, 100% da qancha desak, dastlabki plastinkani massasi kelib chiqadi. Temir plastinkani. Demak, 40 gram bo'lgan ekan. Xo'p, endi plastinka necha foizga ortganligini toping deyilyapti-da. Bizda e'tibor qaratamiz. 160x edi ortgani. Demak, plastinka massasi 160x ga ortgan edi. Shuni qancha deymiz? Demak, 16 ni ko'paytiramiz 0,1 ga. Ko'paytirsak, 160 ni ko'paytiramiz 0,1 ga 16 gramga ortgan ekan. 16 gramga ortdi plastinka. Xo'p, bizda 40 gram plastinkamiz 100% bo'lsa, shuni 16 gramga ortishi necha foizga to'g'ri keladi deyishimiz kerak ekan. Buni x deymiz. Buni hisoblaydigan bo'lsak, demak 40% kelib chiqar ekan. Demak, plastinka massasi 40% ga
ortgan degan javobni olamiz. To'g'ri javob bizda A variant bo'ladi. Xo'p, endi keyingi savol ham shunga o'xshash ekan. Plastinka eritmadan olingandan so'ng uning massasi necha grammga o'zgargan deyilyapti. Uning massasi demak bizda plastinka massasi 40 gram edi. U 16 grammga ortgan. Demak, qo'shib qo'ysak 56 gram degan javob bo'ladi keyingi javobga. Buni mustaqil holatda qolganini o'zingiz ishlab qo'yasiz. Xo'p, 31-savol. 31-savolda nima deyilyapti? Savolda aytilyaptiki, mis 2 nitrat eritmasiga 40 gram temir plastinka botirildi. Ma'lum vaqtdan so'ng plastinka massasi 1.2% ga ortdi. Hosil bo'lgan va sarflangan tuzlarni aniqlang debdi. Birinchi o'rinda keling biz reaksiyani yozib olaylik. Mis 2 nitrat eritmasiga demak tushirilibdi bizda temir plastinka. Temir plastinka tushirilgan bo'lsa, bu yerda hosil bo'ladi temir 2 nitrat va mis ajralib chiqadi. Xo'p, e'tibor qarating. Bizda 40 gram temir plastinka tushirildi va uni massasi 1.2% ga ortdi deyilyapti-da. Demak, 40 gramimiz bizda 100% bo'ladigan bo'lsa, 1.2% ga ortishi bo'lgan. Bunda qancha deydigan bo'lsak, 0.48 gramga ortyapti ekan. Xo'p, endi bizda 56 gram temir bor edi. 56 64 gramga o'zgardi. Necha gramga ortdi deydigan bo'lsak, bizda 8 gramga ortyapti. To'g'rimi? Endi shu 8 gramga ortganda bizda 188 gram mis 2 nitrat tuzi va 180 gram temir 2 nitrat tuzi reaksiyaga bu hosil bo'lgan, bu kirishgan va 8 gramga ortish bo'lgan. Ha, bizda ortish 0.48 gram ekan. Bunda buni qanchadan deb topib qo'yishimiz kerak. Xo'p, 0.06 ga nima qilyapti? Ya'ni qisqaryapti. 180 ni ko'paytirsak 0.06 ga 10.8 hamda buni topadigan bo'lsak bizda xo'sh 11.28 degan javob kelib chiqar ekan. Bunday to'g'ri javob bormi? Xo'p, bizda hosil bo'lgan tuz deyapti. Hosil bo'lgan tuzimiz 10.8. Dastlabkisi 11.28 C variant to'g'ri bo'lar ekan. 33-savol. 33-savol aytilyaptiki, birikmalarda plyus 3 oksidlanish darajasini namoyon qiladigan noma'lum metalldan yasalgan 100 gram plastinka massasi plastinka 384 gram 25% lik mis sulfat eritmasiga botirildi. Eritmada mis ionlari to'la qaytarilgandan keyin plastinka chiqarib olindi. Natijada plastinka 10.4% ga kamaydi. Plastinka qanday metalldan yasalgan deyilyapti. Xo'p, endi 3 valentli ekan, demak plyus 3 bo'lsa. Xo'sh, e'tibor qarating. Bizda 10.4% ga kamaydi deyilyapti-da. Biz birinchi o'rinda 384 gram ko'paytirishimiz kerak 0.25 ga. Mis sulfat massasi kelib chiqadi. Shuni bo'lib olishimiz kerak 160 ga. Mis sulfatni moli kelib chiqadi. Demak, 384 ni 0.25 ga ko'paytir degan 384 ni 4 ga bo'l degan. To'g'rimi? Keyin buni bo'lishimiz kerak 160 ga. Bo'lib olsak bizda 0.6 mol nima bor ekan? Mis sulfat bor ekan. Endi reaksiya yozib olamiz. Mis sulfat reaksiyaga kirishadi 3 valentli metall bilan. Natijada metall 3 sulfat hosil bo'ladi va mis ajralib chiqadi. Plyus mis. Xo'p, endi e'tibor qaratamiz, reaksiyani tenglab olamiz. Reaksiyani tenglash uchun biz mis sulfatni oldiga 3, metallni oldiga 2 koeffitsient qo'ysak, mana bu yerdagi misni oldiga 3 qo'ysak, reaksiya teng bo'ladi. 3 mol mis sulfat reaksiyaga kirishganda qancha metall hosil bo'lganini bilmaymiz, to'g'rimi? Lekin 0.6 mol reaksiyaga kirishganda 10.4 gram metall, mana bu yerda mana 100 gram plastinka 10.4 gram kamaydi deyapti. Plastinka massasi 10.4 gram ekanligini bilamiz buni. Bunda qancha deydigan bo'lsak, bu 52 gram bo'ladi. 52 gram kamayish. To'g'rimi? Xo'p, endi bizda mana bu yerda hosil bo'lganini ko'radigan bo'lsak, bu yerda 192 gram. Shu 192 gram kamayish bizda 52 gramda qo'shamiz. 192 152 ni qo'shsak bizda 244 kelib chiqadi. Bu 244 mana bu ikkita metall. 2 ga bo'lib o'ramiz. Shunda 122 kelib chiqadi. 122 bo'lgani bizda surma ekan. To'g'ri javob shunda
B variant bo'ladi. Hozir mana bu yerda tushunmagan joyingiz bo'lishi mumkin. Bizda plastinka massasi 100 gram edi. Shu 100 gram plastinka 10.4 ga kelmaydi. Ya'ni 0.104 ga ko'paytirib yuborsak, bizda 10.4 gram kamayish bo'ladi. Ya'ni mana bu yerda kamayish 10.4 gram ekan. Bizda kamayish qancha degan bo'lsa 52 gram kamayish bo'lyapti. Mana bu metal hamda mis plastinkadan olingandan keyin. Buni massasi 192 gram bo'lsa, kamayish 52 gram bo'lsa, shuni ikkasini qo'shsak, mana 244 gram hosil bo'lar ekan. Bu 244 degani mana bu yerda tushilayotgan metal degani. Shuning uchun 2 ga bo'lib 122 degan javob kelib chiqdi. B varianti to'g'ri.